Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizning bugungi sonida siz azizlarga katta kichik musibat yetganda aytiladigan duo haqida gaplashib boramiz. Alloh taolo Baqara surasining 155 va 156 oyatlarida biror musibat yetsa, albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguchimiz deydigan sobirlarga xush xabar bering. Ana o'shalarga Parvardigori tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir. Ana o'shalar haq yo'lni topguchilardir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir narsada istirjo, ya'ni inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb ayting. Hatto oyoq kiyimingizning ipi uzilgan bo'lsa ham, chunki u ham musibatdir dedilar. Ibn Sunniy rivoyatlari.